FIFA jahon chempionati posterini e'lon qilib, Ronaldusiz keyin olib tashlashga majbur bo'ldi. Endi qiziq vaziyat yuz berdi. FIFA ham hatto shu ikkita o'zi FIFA o'rtada turishi kerak. Bunday olib qarang. Tirikchiligida FIFA tirikchiligi, lekin FIFA o'zicha tomon belgilab olgandek bo'lib qolyapti-da. FIFA endi xato qilgan, chunki jamoa sardorlarni qo'yishgan, sardordi u ham. Avvaldan konspirologik fikr mavjudki, go'yo FIFA haligi Messiga simpatiyasi ko'proq, Ronalduga kamroq. Shuning uchun mayda-mayda o'sha fikrlarni xuddiki bir tasdiqlash ma'nosida bitta odamni elementar xatosi butun FIFAning mavqeiga ta'sir qilmasligi uchun ular o'chirishga majbur bo'ldi. Misol uchun Saudiyaga bormadi-yu Messi. Hamma kutdi hilolda, lekin kelmadi. Bu AQShda o'ynayotgan Messini diyoriga bordi. Prezidenti bilan ko'rishdi va uni go dedirdi-da. Shunaqa. Shunaqa ma'noda yozishdi. Ronaldo doimo qilib yurgan ishini qildi. Rostdan. Ya'ni Messini quvlab yuribdi. Va jahon chempionati ham Messi o'ynayotgan joyda bo'ladi-da. Misol uchun Messi o'tgan gal jahon chempionati qayerda bo'ldi? Qatarda bo'ldi. Qatarning rahbari PSJning rahbari. Bitta o'sha payt PSG vakili edi-da. Ya'ni Messi u konspirologiya emas, umuman o'zi jahon chempionatini o'tkazuvchilar bilan birgalar. Ronaldo uni go'yoki ta'qib qilayotganda boryapti. O'sha payt Infantino Qatar bilan juda bir yaqin munosabatlar.